Dahshat. Munisa Rizoyeva raqqosalardan kechirim so'radi. Klipdagi dahshatli haqorat. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Munisa Rizoyeva o'zining so'nggi klipida yo'l qo'ygan qo'pol xatosi va raqqosalarni haqorat qilgani uchun ommaga chiqib kechirim so'rashga majbur bo'ldi. Ushbu shok va tezkor videoda quyidagilarni ko'rib chiqamiz. Janjalning asl sababi, klip suratga olish jarayonida aslida nima sodir bo'lgan va Munisa Rizoyeva raqqosalarga qarata qanday so'zlarni ishlatgan edi? Ommaviy uzr, xonandaning kechirim so'rab chiqqan murojaatida qanday bahonalar va haqiqatlar yashirin va u chindan ham qilmishidan pushaymonmi? Tarmoqlar reaksiyasi. Xalq va boshqa ijodkorlar Munisa Rizoyevaning bu xatosini kechirdimi yoki tanqidlar hamon davom etmoqdami? Barcha savollarga javob topish va klip ortidagi asl haqiqatni bilish uchun videoni o'tkazib yubormang, oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Hozirda Munisa Rizoyevani trendga chiqqan qo'shig'iga olingan klipdagi Men senga ham, akamga ham yaxshilik qildim. Raqqosaman. Kim ham menga uylanardi deb yurarmiding? Senga hech kim uylanmasdi. Akam esa qarshi emas. Baxtli bo'linglar. raqqosalar yaxshi hayotga, yaxshi turmush o'rtog'iga noloyiq degan fikrda olingan klipga o'zimni fikrlarimni bildirib ketmoqchi edim. Nimaga endi bu klipda raqqosalarga tosh otilgan? Nimaga endi bu yoqda bu klip ichida raqqosalar yaxshi hayotga loyiq emas, yaxshi turmush o'rtog'iga loyiq emas deb bu fikr ilgari surilgan? Nima uchun bu klipda raqqosalarni yomon otliq qilingan? Nima uchun bu klipda raqqosalar yerga urilgan? Hech kim hech qaysi kasbda yerga urishga, u kasbda ishlaydigan insonni hurmatini, e'tiborini, g'ururini poymol qilishga hech kimning haqqi yo'q. Shu klipda yerga urilgan raqqosalarni qancha-qanchasi oilasini, farzandlarini, kerak bo'lsa katta dargohlarda qaynana, qaynatalarni eplab odam havas qiladigan darajada ayol bo'lib yashayotganini hammamiz bilamiz va ko'rib kelamiz. Bu sohaga o'zimni ham qarashim borligi uchun, bu sohada o'zim ham borligim uchun bu klip menga juda yomon ta'sir qildi. Zero bu sohada ishlayotgan paytimda men ham qaynana qaynatali katta hovliga dargohga kelin bo'lib tushganman va hozirda kichkina qizchalarga raqsdan dars beraman va bundan faxrlanaman. Klipdagi qilingan xatoni bartaraf qilasizlar degan umiddaman. Bu videoyim kerakli joyga yetib borishini xohlardim va klip mekerlardan, san'atkorlardan va ssenaristlardan hech qaysi bir kasbi yerga urilishiga boshqa qo'l urmasliklarini xohlardim. Juda ham ko'pchilik yaxshi fikr qoldirishdi. U fikrlarni o'qib, bizani hali san'atga bo'lgan umidimiz o'lmaganini tushunib yetdim. Bizani hali qo'llab-quvvatlaydiganlar bor, bizani tushunadigan, хотя бы развиваться bo'layotgan odamlarni ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Men xohlamayman bunaqani o'zbek raqsimiz haqida bunaqa fikrda bo'lishlarini. Qachon tushunib yetishadi bizani mehnatimiz halolligini, biz davlat uchun, biz xalq uchun xizmat qilishimizni. Nima o'zi sizlarning kasbiylar odamlarga nima beradi deyshadi. Hozirgi kunda turizm rivojlanmoqda. Biz nechta davlatlarga borib, mana shu O'zbekiston bilan hamdo'stlikni birga rivojlantiryapmiz. San'atimizni ko'rib shunaqa xursand bo'lishyapti. Ansambl 50 tadan oshiq davlatga borib xizmat qilib keldi, O'zbekiston bayrog'ini ko'tarib keldi. Sport turidan keyingi turadigan san'at turlaridan biri desam men adashmayman. Raqqosani joyi bu sahnada. Professional raqqosa har doim sahnada o'ynaydi. O'yinchi bu to'ylarda stollarni oldiga borib pul teradigan, klublarda yomon ishlar qiladigan, betarbiyalarni aytiradi unaqa deb. Raqqosa bilan o'yinchining farqiga juda ham ko'pchilik bormaydi. Ortidagi jarayonlar. Bitta tadbirga biz 1-2 kun qolganda emas, 1 oylab kerak bo'lsa 2 oylab tayyorlanamiz. Shunaqangi mustaqillik tadbirlarida kechgacha qolib tayyorlanamiz. Kechqurun soat 10mi, 11mi. Bu narsani oddiy xalq tushunmaydi, bu narsani oddiy xalq bilmaydi. O'ylashadi, ha bir-biriga qarab o'ynaydi, bir-birini orqasidan raqs qaytaradi deb o'ylashadi. Yo'q, Navro'z bayramlarida quyoshlarda yuzlarimizni to'sib, ochkilan taqib, kerak bo'lsa 40 gradusmi, 45 gradusmi biz xalqqa xizmat qilish uchun polni ishlaymiz, ter to'kamiz, mehnat qilamiz. Qachongacha bizani xalq raqs haqida yomon fikrda yuradi? Kimdir axir gapirib chiqish kerak-ku, kimdir aytish kerak. Shu raqs bu haqiqiy kasb, haqiqiy mehnat, uni mehnat halolligini. Biz aynan Munisa Rizoyevaga unaqa gap aytilgani yo'q edi. O'ta klip maker, o'ta ssenarist, rejissyor kim shu klipga shu ssenariy bergan bo'lsa, o'sha chiqib javob bersin deb talab qilinyapti. Chunki biz ham haqlimiz u narsani talab qilgani. Raqsga bolachalarni beradigan nechta ota-onalar bor? Nechta bolachalar raqsga boradi? Nechta bolachalar asankalarni tug'iladi? Bolachalarning oyoq qiyshiq. Mana shu raqs uzatadi hammasini. Uni fakturalarni o'zini tutishi, madaniyat hammasi raqs orqali kirib keladi. Men bu narsaga 100% uvereniy bo'lib aytaman. Aytayotganlar dunyo ham tan olmaydi. Qanaqasiga dunyo tan olmaydi? Sizlar bilmaysizlar, biz chet elga borganimizda bizani qanaqa e'zozlashni, qanaqa hurmat qilishni, hattoki bizlardan master klass so'rashadi. Biz o'zbek raqsiga qiynalamiz, sizlarning stilinglar boshqacha, biz sizlarga o'ynaymiz. Sizlar o'zbek xalqi, umuman o'zbek xalqi, o'zbek raqqosalar sizlarning qo'ylardan hamma narsa keladi deb aytishadi. Sizlar любой stilda, любой raqs o'ynab keta olasizlar, lekin o'zbek raqsi stili boshqa, biz unaqa o'ynaymiz deb aytishadi. Qanaqasiga bizani tan olmaydi dunyo? Hatto ular o'zlari so'rashadi bizdan raqs o'rgatishimizdan. Qobig'ida o'tirsak hech qachon bizning san'atimiz rivojlanmaydi. O'zbek xalqi nabrot bir-birini qo'llab-quvvatlash kerak deb o'ylayman. Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisiz, salomatmisiz, omonmisiz, hayitlarni yaxshi o'tkazyapsizmi?
Hurmatli raqs san'ati vakillari, baletmeysterlar, xoreograflar, pedagoglar, balet artistlari, raqqosalar, raqs san'ati ixlosmandlari, shunavandalari, havaskorlar, barchangizni men raqqosaman hashtagi asosida challengeimizga lutfan taklif etamiz va ilg'or ishtirokingizni kutib qolamiz. Ha, men raqqosaman va men o'z kasbimdan faxrlanaman. Men raqqosaman. Bugungi kunda ko'plab shogirdlar yetishtiryapman. Men raqqosaman. Yurtimning bayrog'ini dunyo uzra hilpiratyapman. Men raqqosaman va men alhamdulillah baxtliman. Ha, men raqqosaman. Raqs mening tilim, sahna esa dunyoyimdir. Ha, men raqqosaman va men tanlagan yo'l san'at va go'zallik yo'lidir. Ha, men raqqosaman va men kunning issig'ida ham, izg'irinida ham, hattoki bemor holimda ham sahnada xalqim uchun beminnat xizmat qilaman. Ha, men raqqosaman va men bu kasbni tanlaganimdan hech qachon afsuslanmayman. Ha, men raqqosaman va raqs mening taqdirimdir. Ha, men raqqosaman va men boshqa kasb egalarini hurmat qilaman. Ha, men raqqosaman. Men sahnaga chiqish uchun emas, o'zimni isbotlash uchun raqsga tushaman. Har bir qadamim mehnat, har bir harakatim ishonch, har bir chiqishim g'alabaga yaqinlashishdir. Charchoq meni to'xtatmaydi. Tanqid meni sindirmaydi. Chunki raqs bu shunchaki hobbi emas. Bu mening kuchim, mening xarakterim. Oddiy odam musiqani eshitadi. Men esa uni his qilaman. Mana shu his meni boshqalardan ajratib turadi. Men kasbim bilan faxrlanaman. Salom o'rtoqlar, shukurlardagi botgan voqealardan xabaringlar bor. Kecha meni rekimdan, ya'ni rekimdan ham imanga ham tashlashdi. Mana shu videoga ko'zim tushdi. Ko'rsanglar bo'ladi. Shu fragmentga qizlar nimagadir xafa bo'lib qolishdi. O'ylaymanki, что Munisa Rizayeva bu problemani выдумать qattandur qilmadi, создать qilmadi. Bu problema bizning xalqimizda в принципе bor. Bizda человеку с ограниченными возможностями танцовщица deydi. В смысле? Bu videoni ko'rib men juda ham og'ir botdi, chunki san'atkorni tushunmayotgan bir vaqtda rostdan ham boshqa odamlar bizani qanaqa qilib tushunsin degan savol meni ko'z oldimga keldi. Bilmayman, men o'zimni sanatsiz tasavvur qilolmaganman shu kungacha. Yaqinda operatsiya bo'lib chiqdim, shundan keyin ham men dal yana davom ettiryapman o'zimni sanatimni. Demak, bu meni raqsga bo'lgan muhabbatimdan, sanatimdan, biz nimaga hozir nisbatan tosh otirayotganda biz jim turishimiz kerak. Biz shuncha O'zbekiston bayrog'ini yuqoriga ko'tarib yurgan vaqtimizda, shuncha mehnat qilayotganmiz. Nimaga bizani shunaqa umid qilishlari kerak? Bitta kommentariyga ko'zim tushdi, sizlar nima qilib o'zbek qatda ko'tarib qo'yibsizlar O'zbekiston bayrog'ini deydi. Mana sizlarga polniy rasmlarni qo'yaman, ko'rsanglar bo'ladi. Qatda rasm isbotlari bilan bizning mehnatlarimizni men quruq gap qilmayday, o'zingizlar ko'ringlar mana polniy hamma narsani. Bizani ansambllar o'zidan, men boshqa ansambllar haqida hozir gapirsam videom juda ham uzayib ketadi. Men lично o'zim ansamblim haqida gapirsam, bizning ansambldan nechta qizlar chet elga borib, Grand Prix olib kelishdi, birinchi o'rinlar olib kelishdi. Yaqinda mana Zulfiya mukofotini qo'lga kiritdilar bizning qizimiz. Prezident o'zi qo'llab-quvvatlayotgan bir vaqtda, o'zlari qo'llari bilan mukofot topshirayotgan vaqtda, nimaga biz hozir san'atkor shunaqa chopishimiz kerak? Nima uchun rejissyorlar bunaqa yondashishgan bu klipga? Biz hozir hech qanaqa urush, hech kimga nimadir e'lon qilmoqchi emasmiz. Biz bu savolga javob haligacha kutyapmiz. Qizni videosini tagida men bu kommentariyni ko'rib to'g'risi juda ham xafa bo'lib ketdim. Chunki hozir biz shuncha bosh ko'tarib olib, bizning mehnatimizni gapirgan bir vaqtda shu darajada san'atkorni tushunmasligini ko'rib men juda ham xafa bo'lib ketdim. To'g'ri, hamma kasbda qiyinchilik bo'ladi, lekin men hozir shu tema ochilgan ekan, mana shu mavzu ochilgan ekan. Men bu mavzu oxirigacha bormagungacha butun raqqosalarni qo'llab-quvvatlashdan charchamayman. Ha, men raqqosaman. Kasbim mening faxrim, mening g'ururim. Ha, men raqqosaman. Sahna ortidagi mehnatlarimni hamma ham bilmaydi. Men shu kasbim orqali vatanim bayrog'ini dunyolarga tanitaman. Diqqat, tezkor xabar. Kechagina xizmat ko'rsatgan artist unvonini olgan Munisa Rizayeva bugun raqqosalar nafratiga uchradi. Men bu narsaga qo'l urmayman, lekin bu bizning kasbimiz tomonidan bo'lgani uchun, ya'ni kamsitilish, ikkinchi sort deb qarash, ikkinchi sortsan desang bo'laveradi deganisi. Bu bizga sha'nimizga tegdi. Bir oy davomida atiga 14 sekundlik naqorati bilan butun internetni ichini qizdirib, hamma yoqni portlatishga va'da bergan Munisa Rizayevaning Bevafo nomli klipi nihoyat chiqdi. Ammo kutilgan ijodiy portlash o'rniga teskari reaksiya berdi. Doimiy maqtovlar yog'diriladigan kommentariyalar o'rnini negativlar egalladi. Tomoshabinlar shuncha kutganimiz shu atalashgan xamir edimi deb hafsalasi pir bo'layotgan bir vaqtda tarmoqlarda haqiqiy urush boshlandi. Raqqosaman.
kim ham menga uylanardi deb yurarmiding? Senga hech kim uylanmasdi. Hozirda Instagram va YouTube platformalarini professional raqqosalarning Munisa Rizayevaga qilayotgan ommaviy atakalari va g'azabli chiqishlari portlatmoqda. Gap shundaki, yangi klip shunchaki omadsiz ijod namunasi emas, balki raqqosalar kasbini yerga uruvchi, ularni ochiqchasiga kamsituvchi loyiha deb topildi. San'at ahlining raqs ustalari kechagina xizmat ko'rsatgan artist unvoniga ega bo'lgan Munisaning bu harakatini o'zlariga nisbatan professional haqorat va kamsitish deb hisoblashmoqda. Qo'shiq nomi bevafo, ammo klip ortidan kelgan tanqidlar va g'azab to'lqini xonandaga juda vafodor bo'lib chiqdi. U hozir trendlar cho'qqisida. Bir oy davomida och qoldirilgan auditoriyaga pishmagan xomashyo taqdim etildimi yoki bu raqqosalarni haqoratlashga tayyorlanish edimi? Siz nima deb o'ylaysiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Men klipimiz sabab ranjigan barcha qizlarga murojaat qilmoqchiman. Ba'zi insonlar bu sahnada o'z kasbiga nisbatan hurmatsizlikni ko'rganidan afsusdaman. Lekin juda muhim bir narsani aytmoqchiman. Bu hikoyaning asl ma'nosi umuman bunday emas edi. Agar klipni boshidan oxirigacha diqqat bilan ko'rsangiz, salbiy obraz raqqosa emas qizlar, balki uni aldab, xiyonat qilib, tashlab ketgan inson ekanini tushunasiz. Finaldagi so'zlar esa klip mualliflarining fikri emas. Bu aynan o'sha qahramonning shafqatsizligi, kibri va insonlarga nisbatan adolatsiz munosabatini ko'rsatish uchun berilgan obraz. Bu syujet qizning kasbi haqida emas. Bu xiyonat, yolg'on va insoniy pastkashlik haqida. Bugun atrofimizda ayolni qadrlamaydigan, oilasiga befarq bo'ladigan, odamlarga faqat manfaat bilan qaraydigan erkaklar ko'payib bormoqda. Ular boshqalarni shunchaki qadrlansizlantirib yashashadi. Ushbu hikoya orqali men aynan shunday insonlarning adolatsizligini ko'rsatmoqchi bo'ldim. Men ham hayotimda bunga o'xshash munosabatlarga bir necha bor duch kelganman. Men ham ashulachi, otarchi, olib bermaymiz bu qizni sanga deb mensimagan insonlar bo'lgan va yana boshqa gaplarni ham eshitganman. Lekin vaqt har doim hamma narsani o'z o'rniga qo'yar ekan. Do'stlar, aziz qizlar va ayollar, o'zingizni seving va sevilib yashang. Kim mendan xafa bo'lgan bo'lsa, men uzr so'rayman. Men umuman bunaqa niyat qilmaganman. Doim harakat qilaman chiroyli ijod qilishga, chiroyli ma'noli kliplar olishga. Iltimos befarq bo'lmanglar, yaxshilab boshidan oxirigacha videoni eshitinglar meni murojaatimni. Sog'lik, salomatlik, baxt, quvonch tilab qolmoqchiman har biringizga. Men sizlarni judayam hurmat qilaman, qadrlayman. Men uchun har bir ayol, har bir fuqaro, har bir inson eng ulug', eng chiroyli inson bu dunyoda. Salomat bo'linglar. Hurmat bilan sizning Munisa Rizayeva. Я танцовщица, и это не просто увлечение, это мой язык, моя свобода и моя душа. И я с уверенностью могу сказать, я люблю и уважаю свою профессию. Barchaga assalomu alaykum. Men O'zbekiston Davlat xoreografiya akademiyasi katta o'qituvchisi, doktoranti, madaniyat va san'at fidokori ko'krak nishoni sohibasi, xalqaro va respublika raqs ko'rik tanlovlari laureati, professional raqqosa Useinova Susana Enverovna. Hozirgi kunda jo'shqin muhokama bo'layotgan bir klip g'oyasi masalasi bo'yicha o'z fikrimni bayon etmoqchiman. Ha azizlar, to'g'ri tushundingiz. Bu elimiz ardog'idagi bo'lgan san'atkor Munisa Rizayevaning kliplari masalasi bo'yicha, g'oyasi bo'yicha. Aynan shu klip g'oyasi mualliflariga murojaatim va judayam katta savollarim bor. Birinchi savolim, azizlar, siz professional raqqosa deganda nimani tushunasiz? Professional raqqosa professional sahnaga yetib kelgunga qadar qanday mehnat qilishini, qanday mashaqqatlardan o'tishini, qancha ter to'kishini va qancha sog'lig'ini yo'qotishini bilasizmi? Va u mana shularning barchasiga qaramasdan
baxtli ayol, suyukli yor, chaqqon kelin, mehribon ona, ham diniy ham dunyoviy ilmlarga ega ekanligini bilasizmi? Menimcha bilmaysiz. Agar bilganingizda bunday g'oyani ilgari surmagan bo'lardingiz. Ana endi ikkinchi savolim. Siz butun dunyo miqyosida imkoniyati cheklangan insonlar yoki ma'lum bir alohida e'tiborga muhtoj insonlar haqida qanday fikrdasiz? Menimcha uncha yaxshi fikrda emassiz. Butun dunyo bo'yicha va bizning davlatimizda ham, bizning davlatimiz rahbariyati tomonidan ham bunday insonlar qo'llab-quvvatlab kelinayotgani haqida xabaringiz bormi? Meni xabarim bor. Va men bunday insonlarni juda hurmat qilaman. Hattoki butun dunyoga taniqli bo'lgan Barbie brendi ham hozirgi kunda ana shunday insonlar ko'rinishida kolleksiyalar ishlab chiqarmoqda. Buning maqsadi esa kichik bolajonlarimiz orqali tarbiyani rivojlantirish. Ana shu bolajonlarga biz hammamiz tengmiz, barchamiz teng huquqlimiz va bir-biridan hech kim kam emas. Hamma teng va hech kimni kamsitish, ustidan kulish mumkin emas degan g'oya ilgari surib borilmoqda. Siz esa bir necha daqiqalik klipingiz orqali bu g'oyalarni chil-parchin qilib, insonlar miyasini zaharlab, noto'g'ri fikrni singdirmoqdasiz. Menimcha bu klipning saviyasi past hisoblanadi. Bunday kliplarni yana bir bor ko'rib chiqib, bu to'g'ri yoki noto'g'riligini bir o'ylab qarasangiz bo'lardi. Men o'zbek millatiga mansub bo'lmasam ham, men O'zbekiston farzandiman va men shuni aniq ayta olamanki, biror bir O'zbekiston farzandi e'tiborsiz, qo'llab-quvvatlashsiz qolmaydi va hech qachon kamsitilmaydi. U xoh imkoniyati cheklangan bo'lsin, xoh u oddiy odam bo'lsin, qanday kasb egasi bo'lishidan qat'iy nazar, u doimo e'tiborda, qo'llab-quvvatlanib keladi. Sizning esa g'oyangiz buning barchasini aksini ko'rsatmoqda. Sizning g'oyangizda inson qadri toptalmoqda. Yana bir bor qaytarib o'taman. Siz past nazarda qarayotgan ana shu raqs san'ati vakillari har taraflama yetuk mutaxassis. Shunday ekan, sizlarni ularni kamsitishga hech qanday haqqingiz yo'q. Siz mazkur g'oyangizda kamsitib o'tayotgan imkoniyati cheklangan insonlar va raqs san'ati vakillari hozirgi kunda va necha yillar davomida O'zbekiston Respublikasi bayrog'ini yuqori cho'qqalarga chet el davlatlarida ko'tarib kelmoqda. Paralimpiya o'yinlarida yaxshi natijalar ko'rsatmoqda va raqs san'ati orasida ham judayam yuqori darajada o'zini ko'rsatib kelmoqda. Bizni butun dunyo tan olgan paytda aynan o'zbek san'atkorlari yerga urishi bu judayam noto'g'ri. Mana shunday g'oyalaringizni yana bir bor ko'rib chiqishingizni iltimos qilib qolgan bo'lardik. Eng avvalo inson qadrini ulug'lang. G'oyalaringizni boshqatdan ko'rib chiqing. Dunyo qarashingizni kengaytiring. Ishlaringizga omad yor bo'lsin. Ha, men raqqosaman va men o'z kasbim bilan faxrlanaman. Men raqqosaman va men o'z kasbim bilan faxrlanaman. Ha, men raqqosaman. Men mehribon ota-onaning baxtli oilani farzandiman. Men suyukli kelin, sevimli yor va shirin farzandni onasiman. Men ayolman. Men ustozman. Men rahbarman. Shu kasb orqali katta yutuqlarga erishganman va katta hurmatga sazovor bo'lganman. Men baxtli insonman va o'z kasbim bilan faxrlanaman. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Zarina Ahmedova.